Agar ayolingizni ilmi va hunari bo'lsa, albatta ishlashga ruxsat bering. Hozirgi kunda jamiyatimizda uchrayotgan eng katta muammolardan biri ko'pchilik erkaklarimizni ayollarni ishlashiga, o'qishiga qat'iy qarshiligi. Ya'ni ko'p erkaklar o'ylashadi, ayolini ishlashiga, o'qishiga ruxsat bergan erkaklar dayus, rashksiz yoki oilasini batamom ta'minlab qo'ya olmaganligi uchun ayoli ishga tushib ketgan degan xulosaga kelishadi. Mana shu holatga men o'zimni fikrimni xulosamni aytib o'tmoqchiman. Tasavvur qiling, hurmatli erkaklar, raddomda hammasi erkaklar. Siz ayolingizni ko'zi yorish kerak. Mana ota bo'ladigansiz. Farzandingiz dunyoga keladi. Erkak ginekolog ayolingizni kirishiga siz qanday qaraysiz? Rashkingiz qanaqa qilib dosh beradi bunga? Kesarva qilib operatsiya qilinish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi, erkaklar yugurib turadi. Ayol xirurg yo'qmi? Ayol kishi operatsiya qilsin, meni xotinimni yalang'och yotadi-ku deb. Xirurglarning aksariyat qismi erkaklardan iborat bo'ladi. Ayol xirurglarni so'rab qolishadi. Savol sizga. Siz o'zingiz shaxsan qizingizni xirurg qilarmidingiz? Xo'p, Toshmida o'qiydigan ayollik qilib, rafiqa qilib uylanyapsiz. Albatta xirurg bo'lish uchun 10 yil, 12 yil davomida u o'qishi kerak, izlanishi kerak. Albatta amaliyot kerak. Xirurg bo'lishga o'qigan ayol ishlashi kerak. U ayoli bolasini boqishga, oilaviy hamma uni podдержка qilishga, kontraktini to'lab berishga, dars qilishiga imkoniyat va sharoit yaratib berishga hammani ham kuch-quvvati, bardoshi, sabri chidamaydi. Lekin ishi tushganda ayol vrachga hamma muhtoj. Ginekologiya, urologiya bu yo'nalishlarda ham hammasi agar faqat erkaklardan iborat bo'lsa, ayollar nima bo'ladi? Hozirgi kundagi eng dolzarb mavzu erkak mamologlar ko'p, lekin ayol mamologlar yo'q. Respublikanskiy onkologiyaga boring, ayollar uyalib, tortinib turishadi. Nima bo'ldi? Nimaga kirgin kelmayapti desa, vrach erkak kishi ekan, onkolog erkak kishi ekan, men qanaqa qilib tanamni ko'rsataman? Ayol mamolog yo'qmikin deb turishadi. O'sha rashkchi turmush o'rtog'i ayol kishi topib beringlar deb rahbariyatdan, ma'muriyatdan iltimos qilishadi. Men xohlardimki, tibbiyot xodimiman, rafiqangiz tibbiyot xodimi bo'lsa, albatta o'qiting, oxirigacha o'qiting, jamiyatda o'z hissasini qo'shishiga imkoniyat va sharoit yaratib bering. Qiz farzandingiz 11 yil maktabda o'qiyotganda har bitta fandan erkaklar o'qitishiga sizni rashkchi qalbingiz qanaqa qilib bunga dosh beradi? Fizkultura, jismoniy tarbiya darsida faqat ayol kishi emasda, erkaklar dars bersa deylik, muallimalar hammasi erkaklar bo'lsin deylik, hamma o'qituvchilar, hamma shifokorlar, hamma soha vakili ayollar uyda o'tiradigan bo'lsa, jamiyatimizda faqat erkaklar ishlaydigan holat bo'lsa, u holatda sizni ayolingiz, qizlaringiz kimning qo'lida tahsil oladi, kimning qo'lida shifo topadi? Hamma dermatologlar erkaklardan iborat bo'lib ketsa, tanasiga toshma toshgan bemorlarimiz erkaklarga borib yechilmaydi-ku. Jamiyatimizga ayol mutaxassislar kerakki, ayollar ishlashi kerak. Agarda turmush o'rtog'ingiz muallimalikka, shifokorlikka, tabiblikka o'qiyotgan bo'lsa, albatta iltimos qilardim erkaklardan, rashk iymondan to'g'ri, lekin ayol kishini o'qitish kerak, ilm berish kerak va jamiyatda hissasini qo'yishiga imkoniyat, sharoit va ruxsatni berishi kerak. Albatta me'yorida ishlash kerak, ertadan kechgacha emas, lekin ayol mutaxassislarga bizda doim ehtiyoj bo'ladi. Chunki raddomlarda, stomatologiyada, urologiya, ginekologiya sohasida, maktabda ayollarga juda ham ehtiyoj baland. Shuning uchun ayol kishi uyda o'tirish kerak degan fikrga men qarshiman. Uyda o'tiradigan holatlar, vaziyatlar bo'ladi. Agar uyda qariyalar betob bo'lsa, yosh bolali bo'lsa, albatta oila birinchi o'rinda bo'ladi. Lekin hech bo'lmaganda bir kunda 4 soatga yoki haftada 2 kun bo'lsa-da, agar ayolingizning kasbi, ilmi bo'lsa, jamiyatga o'zini hissasini qo'shishini, ummatga o'zini foydasi tegishini va albatta tarixda nomini qoldirishiga siz to'sqinlik qilmang. Buni oxiratda javobi bor. Shifokorlikka o'qiyotgan qizlarimizni kontraktini to'lamay o'qimaysan deydigan erkaklar bor. Qanchadan qancha o'quvchi talabalarimiz turmushga chiqadi, erim yo oilani tanlaysan, yo o'qishingni tanlaysan degan ultimatlarni qo'yishadi.
shu qizlarimiz oxirigacha o'qisa, bitta yaxshi mutaxassis bo'ladi, kimlargadir shifo topishda sababchi bo'ladi, kimgadir bitta harf o'rgatishda sababchi bo'ladigan muallima bo'ladi. Lekin ming afsuski, mana shunaqa noo'rin va asossiz dunyoqarashlarimizni qurboniga aylanmoqda ayol kishi. Va oxir oqibat sizlar tushunib yetinglar, ayol kishiga har doim pul kerak emas. Yoki hamma narsani qilib qo'yganman, nimaga nima yetmaydi, hamma narsani badastir qilib qo'yganman degan bilan agar shu ayol kishi jamiyatga qo'shilgisi kelsa, o'zini kollektivi 2-3 ta odam bilan ozgina muloqot qilgisi kelsa, albatta ruxsat berish kerak. Buni birinchi yaxshi tarafi shuki, ko'p ko'rib shukr qiladi, birni ko'rib fikr qiladi. O'zini hayoti o'ziga yana ham jannat bo'lib ko'rinadi. Eriga qilayotgan e'tirozini, ishxonadagilarni hayotidagi problemasini eshitadi-da, meniki tilla ekan-u, voy meni erim yaxshi ekan, voy eng zo'r hayotda o'zim yashayotgan ekanman degan shukr bilan uyiga qaytib keladi o'sha ayol kishi. Va albatta erini qanaqa mashaqqat bilan pul topayotganini, ko'chada pul topish qanchalik qiyin bo'layotganini mana shu ayol kishi tushunib yetadi. Chunki o'zini mehnati ketyapti, o'zi ham ter to'kyapti. Bir so'm pul topish oson bo'lmayotganini his qiladi va turmush o'rtog'ini qadriga yetishi hissi ko'payadi. Uyga tiqib qo'yavermanglar ayollarni. Agar ilmi bo'lsa, albatta ishlashga ruxsat beringlar.